Qisqa qilib aytganda, bu mashinamiz farzand tug'ib bermaydigan va ovqat qilib bermaydigan, kelajakka sayohat qilmoqchi bo'layotgan obunachilarimiz uchun Avatar 11 tavsiya qilamiz. Bu mashinani ko'rganingizdan keyin Zikr 001 ham oddiy mashinadek tuyuladi. Bu mashinamiz to'liq elektrda harakatlanib, 700 zapasxo'rlik to'rala balonni ham tortadigan, 0 dan 100 gacha 4,5 sekundda chiqadi. Ot kuchi qancha deysizmi? 580 ot kuchi. Bu degani kattakon ferma sizning mashinangizda bor degani. Bu mashina sedan yoki crossover deyotgan akalarimiz uchun bu mashinamiz Grand Coupe. Eng qizig'i, bu mashinamiz eshiklarini ochish uchun har xil tapchkalar kerak emas, pult orqali o'zi ochiladi. Mashinamizda mono qosh, mono spoiler, oynalarni ham ekonom qilib 3 talab kamera qo'yib qo'ygan ekan, bu zadniy vid uchun. Bu mashinani minish uchun juda ham aqlli bo'lishi shart emas, sababi bu mashinaga o'tirganingizda bu mashinamiz o'zini-o'zi siz uchun tayyorlaydi. Mashinamiz saloniga keladigan bo'lsak, Alcantara tom, rulidan tortib sidinlargacha nappa koja. To'rala sidinada ham isitish, sovutish tizimlari bor. Oldilarida atamanka sidina massajlari ham mavjud. Akustikasiga keladigan bo'lsak, Meridian brendidan naq 30 ta kolonka, 2 ta subwoofer bilan. Mashinamizning monitoriga keladigan bo'lsak, 3 talik Huawei brendidan, 2 talik panorama tom zadniy vidlari ham kameralik. Mashinamiz orqasida ketayotganlar uchun ham alohida qulayliklari bor. Hatto barlarida ham podstakan shiladi juda ham chiroyli joylashtirilgan. Eng qizig'i, orqasidan sey sifatida ham foydalansangiz bo'lar ekan. Bu mashinamizda 3 ta lidar va 36 ta sensor bo'lib, A nuqtadan B nuqtaga hech qanaqa harakat qilmasdan avtopilot rejimida yetib boradi. Hatto svetoforlarda ham o'zi to'xtab, o'zi qo'zg'alish rejimlari bor. Qisqa qilib aytganda, bu mashinamiz farzand tug'ib bermaydigan va ovqat qilib bermaydigan xolos. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, rassrochkaga 831 million, agarda siz naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, chegirma asosida 735 million qilib belgilangan. Bu salonimizda nafaqat Avatar 11, balki Avatar 06, 07 lari ham mavjud. Bu joyda manzil qayerda deysizmi? Andijon shahar aeroportidan Qum bozoriga ketishda o'ng qo'lda keladi. Bu videoda pul topib, bosib bilmay qo'ygan tanishingizga jo'natib qo'ying.